Yengichilar doimli yolg'iz qoldi degan bir kitobda mundaq bir ikki personaj bor. Igor va Iva, ikkilasi rossiyalik. Igor kim deganda, Igor yosh vaqtida askarlik tugan, keyin askarlikdan qaytib kelgandan keyin Ivani yaxshi ko'rib qilib, Iva bilan Iva to'y qilish taklifini qo'ydi. Ammo Iva Igorning taklifini rad qildi. Va mundaq deydi. Har bir odam o'zining dunyosida yashaydi deydi. U o'zining kallasidagi dunyoni keyin reallikda barpo qildi deydi. Agar siz hozir yashayotgan mush dunyosingizni yashsangiz, mush dunyosingiz bilan men bilan keyin uy tutmoqchi bo'lsangiz, to'y qilmoqchi bo'lsangiz, biz cho'qim mag'lub bo'lmaymiz. Agar siz meni haqiqatan yaxshi ko'rsangiz, siz hozir yashayotgan mush dunyosingizni yo'q qiling, ya'ni vayron qilib etgandan keyin boshqa bir dunyoni shakllantira olsangiz kallangizda. Ondan men sizlarni to'y qilman dedi. Igor bu gap intayin ta'sir qilib, keyin bu intayin tirishib bir cho'ng aloqa shirkatining bosh lideri bo'lib ketdi. Bu nimani tushuntiryapti degan vaqtda, amaliyotda dunyoda qancha odam bo'lsa, shuncha dunyo mavjud. Qancha odam bo'lsa, shuncha dunyo mavjud. Agar bir odam o'lsa, bir dunyo o'ladi degan gap. Chunki uning hissiyoti, dunyo ko'z qarashi, beshdan kechirgan aslimalari hammasi tugaydi degan gap.